1ga 1 Dumfries, yana pas Lautaro zarba 1-0 Inter. Hisobda oldinga chiqmoqda Martinez, risk o'zini oqladi. Simon Çalhanoğlu'ning zarbasi 2-0 Inter yana mana shu hisobni yuzaga keltirdi. Martin va zarba gol. 9-likka Erik Garcia. Barsa qaytishni boshlayapti. Qani ajoyib pas. Yana Barselona uryapti. Olmo. Bu yerda esa Rafinha zarba pozitsiyasida. Zomerdan gol. Rafinha yana amalga oshirdi bu ishni. Gol. Oyoqlari orasidan o'tkazmoqchi bo'ldi. O'yin davom etadi. Inter. Uch yana. Bu qanday? Pas. Zarba Frattesi. Inter 4-golni uryapti. Frattesi zaxiradan maydonga tushib.